Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 13-iyun kuni Janvada boshlangan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 50-ci navbatdagi yig'iniga qatnashayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Ayso apandim 14-iyun kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti oz sonliq millatlar ishlari bo'yicha alohida raportmani tarafidan tor orqali uyushtirilgan Osiyo Pasifik munbiri yig'inida so'z qilish jarayonida Xitoy hukumatining qattiq hujumiga va og'ir darajada qutartqulik qilishiga duch keldi. Dolqun Ayso apandim mazkur yig'inda qilgan so'zida Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata rəhimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikning hozirmi ham jiddiy davom qilayotganligini, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi tarafidan xalqaro qonun asoslar bo'yicha dalillab chiqilganligini, Amerika tashqi ishlar ministrligi, Yevropa parlamenti, Kanada, Angliya, Gollandiya, Belgiya, Fransiya, Chexiya, Litvaniya, Irlandiya parlamentlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib maxsus qaror ma'qullaganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bo'libmi BDT kishilik huquq oliy komissarligining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasida hozir qadar passiv pozitsiyada bo'lib kelganligini tanqid qilgan edi. Dolqun Ayso apandimning so'zidan keyinla o'zini Xitoy Milliy ishlar komitetining vakili deb tanishtirgan Liu familiyalik bir Xitoy ayol Beijingdan tor orqali yig'inga bog'lanib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsa bo'lgunchi, zo'ravon va terrorist bir tashkilot. Uning raisi Dolqun Ayso hukumatimiz tarafidan tutish buyrug'i chiqarilgan bir zo'ravon terrorist, uning BDT yig'iniga qatnashish va so'z qilish salohiyati yo'q deb chiqqan saldi. Ko'plagan davlatlarning Janvadagi elchilari va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining vakillari sirtdan ishtirok qilgan mazkur yig'inga riyosatchilik qilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti oz sonliq millatlar ishlari bo'yicha alohida raportmani Xitoy vakiliga raddiya qaytarib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining terrorist bir tashkilot ekanligi haqida BDT tarafidan ilingan hech qanday bir qarorning yo'qligini, Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Ayso apandimning uzun mezgillardan buyon BDTning turli yig'inlariga qatnashib kelganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, Xitoy vakilining gap so'ziga diqqat qilish haqida ogohlantirdi. Xitoyning mutamliki buning bilan to'xtab qolmadi. Ya'ni o'zlarini Xitoy Milliy ishlar komitetining vakili deb tanishtirgan 3 nafar Xitoy ayolmi yig'inda so'z elib, Dolqun Ayso apandimni Dunyo Uyg'ur qurultiyini va Uyg'ur sud kollegiyasini yolg'onchilik qilib Xitoy hukumatiga tuhmat choplash bilan aybladi va Xinjiangdagi har millat xalqi baxtiyorlik ichida xotirjam yashayotidi deb bildirdi. Dolqun Ayso apandim bu 3 nafar Xitoy vakili qaytargan raddiyasida Xitoyning Sharq Turkiston Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlar haqidagi dalil isbotlar tog'dek döldüm turmoqda. Texi yaqindala lagerlar haqidagi Xinjiang saqchi hujjatlari oshkorlandi. Xitoy hukumati o'zining jinoiy qilmishlarini asla yushira olmaydi va Xitoy bu qilmishlari uchun cho'qim xalqaro jinoiy javobgarlik tortilishi kerak deb ko'rsatdi. Avval qatim chaqirilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 49-navbatdagi yig'inida Dolqun Ayso apandim so'z qilayotganda Xitoy vakili uning so'zini bir necha qatim bo'lib mutamlik qilgan va yig'in qatnashchilarining qattiq g'azabiga uchirgan edi. Bu qatimqi yig'inga Xitoy taraf Milliy ishlar komitetining vakili degan nomda 3 nafar Xitoyni sahnaga chiqarish orqali Dunyo Uyg'ur qurultiyini, Uyg'ur sud kollegiyasini va Dolqun Ayso apandimni planli holda qaralashga uringan. Merkezi İstanbul'ga joylashgan Sharq Turkiston O'limalar birligining uyushtirishi bilan 10-iyundan 12-iyungacha İstanbulda Sharq Turkistonni qo'llash nomli xalqaro ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Bu muhokama yig'iniga 40 tak davlatdan kelgan o'limalar, parlament a'zolari, qonunshunoslar, siyosiyonlar va jurnalistlar bo'lib, ko'p sonda kishi qatnashdi. 3 kun davom qilgan bu yig'inning ochilish marosimida so'z qilgan Sharq Turkiston O'limalar birligining raisi doktor Ataullah Shahyor bu yig'inning maqsadi to'g'risida to'xtalib mundoq dedi. Necha yüz yıldan buyon Xitoyning zulmiga uchrayotgan, insoniy va diniy haq-huquqlardan mahrum qolgan İmam Buxoriy, İmam Maturidi, Yusuf Hasajev va Mahmud Qashqariga o'xshash ko'plagan mashhur olimlarni yetishtirib chiqqan Türk İslam coğrafiyasının haqiqiy egileri bo'lgan, ajdodlari 1000 yildan buyon islomga quchoq ichib, islom ummatining ishlari bilan mashg'ul bo'lgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni eslatish, dardlarga darmon bo'lish, ularning qiyinchiliklarini va sharaflik da'volarini hambahrlash, ularga bir nafas bo'lsin yolg'iz emasligini his qildirish uchun bugun biz bu yerga jam bo'ldik. Musulmon bo'lish sifatimiz bilan mas'uliyatimizni oldi bilan o'zimizga, musulmon qarindoshlarimizga, islom dunyosiga va shundoqla butun dunyodagi musulmon jamoatiga eslatish uchun bu yerga jam bo'ldik. Yig'inda yana Dunyo Musulmon O'limalar birligining bosh kotibi doktor Ali Qardag'i so'z qilib, islom dunyosini Sharq Turkiston musulmonlarini qo'llashga chaqiriq qildi. U so'zida Sharq Turkiston xalqining islom dunyosining bir partiyasi ekanligini, Dunyo Musulmon olimlar birligining bu masalani islom ummatiga bildirish uchun tirishchilik ko'rsatib kelayotganligini bildirdi.
U so'zida yana butun islom dunyosidagi olimlarni va imomlarni o'z davlatidagi xalqlarga Sharq Turkiston masalasini tonishtirishga va Xitoyning jinoyatlarini oshkorlashga chaqirdi. U yana islom davlatlarining raislariga va rahbarlariga chaqiriq qilib, ularning Uyg'urlar uchun nurg'un ishlarni qila oladiganligini, agar davomli sukut qilaversa, ularni Allohning oldida oxiratda cho'qim hisob berishga majbur bo'lganligini bildirib, amaliy harakatga o'tishga chaqiriq qildi. Yig'in oxirida yig'inning xulos doklati e'lon qilindi. Xulos doklatni Sharq Turkiston Ulamolar birligining muavin raisi Abdusalom olim o'qib o'tdi. Abdusalom olim xulos doklati munolarni ta'kidladi. Yig'in ishtirokchilari birdek Sharq Turkiston xalqining egilik huquqini qo'g'dash, dafsani qilingan haq huquqini qaytarib elish va Sharq Turkistonning kelajagi to'g'risida Xitoy bilan savdolashishni qat'iy rad qilish to'g'riliq birlikka keldi va chaqiriq e'lon qildi. Sharq Turkistonda yuz berayotgan kishilik huquq dafsanchiligi, Xitoyning tajovuzchiligi va rayondagi sistemlik irqiy qirg'inchiligini dalil faktlar bilan to'plab tadqiqot elib berish, dunyoning bu masaladagi sukutini ayblash, Xitoy mahsulotlarini unumli boyqut qilishni talab qildi. Dunyodagi davlatlarni Xitoyning zo'r miqdorda qarz berish orqali ularning boyligini so'mirib olish va vositali holda ostirdan egallab olishdek xatarlik iqtisodiy planiga aldanmaslikka chaqiriq qildi. Hukumatlarni va islom davlatlarini, shundoqli ulamolar va da'vatchilarni Sharq Turkiston masalasiga ega chiqishga, ijtimoiy organ va axborot kanallarini Sharq Turkiston masalasini qo'llashga va har xil usullar bilan Sharq Turkiston masalasini kun tartibga keltirishga chaqiriq qildi. Xulosa dokladida dunyodagi har qaysi davlatlar va hukumatlarni, shundoqli har qaysi tashkilot va organlar bo'libmi islom davlatlari va islom hamkorlik tashkilotini Sharq Turkiston masalasiga jiddiy qarashni, yig'in kengashlarida Sharq Turkiston masalasini kun tartibining muhim nuqtasi qilishni va Xitoyga bisim ishiltishi talab qilindi. BDT Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet'ning 13 iyun kuni Janvada boshlangan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeshining 50 navbatlik yig'inida qilgan so'zida o'zining oxir qatim yig'inga riyosatchilik qilayotganligini, Kişilik Hukuk Kengeshidan endi qayta vazif elishni xohlamaydiganligini jakarlashi Germaniya matbuotlarining qiziq temasiga aylandi. Buning bilan Uyg'urlar masalasi Germaniya matbuotlarining asosli kun tartiblarining biriga aylandi. Bo'libmi Michel Bachelet'ning bu qatimqi Xitoy va Sharq Turkiston ziyorati Germaniyaning nopuzliq matbuotlarining masxara temasi bo'ldi. Germaniyadagi ARD televiziya kanalining xabarida bayon qilinishicha, Chilining sobiq prezidenti BDT Kişilik Hukuk Kengeshining oliy komissari Michel Bachelet 70 yoshida Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarini tekshirman deb Xitoyga berib, bu qirg'inchilikning, bu jinoyatning bosh javobgar bo'lgan Xi Jinping bilan rasmga tushib qaytib kelgan. Spiegel, ya'ni Aynak jurnalining tilga ilishicha, Michel Bachelet'ning Xitoy ziyorati ofat xarakterlik hodisa bo'lgan. U Beijingda chaqirilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoyning tashviqotiga qoral bo'lib bergan. Janubiy Germaniya gazetining ta'kidlashicha, Michel Bachelet Xitoy ziyoratida Uyg'urlarning kishilik huquq dafsanchiligi to'g'risida zuvan surmayla qolmay, Xitoyning qo'lqiga qo'sh yoqadigan iboralarni qo'llanganlik uchun xalqaro jamiyatning qattiq tanqidiga duch kelgan. Zaman gazetining eskartishicha, Michel Bachelet'ning Xitoy ziyorati cho'ng bir xatolik bo'libla qolmay, uning vazifasidan ayrilishdan ilgari Uyg'ur to'g'risida hozirlangan dokladni e'lon qilmasligimiz zo'r xatolik hisoblanadi ekan. Germaniyadagi danglik axborot vositalarida Michel Bachelet to'g'risida e'lon qilingan bu xabarlarda milliondan ortiq Uyg'urlarning jazo lagerlariga qamalib, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarning qurboniga aylanayotganligi, nurg'unlagan maxfiy hujjatlarning buni dalil isbotlar bilan ta'minlaganligi bayon qilingan. Amerika Tamujna va Chegara qo'g'dash idorasi 2022 yili 6 oyning 21 kunidan boshlab ijro qilingan Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuniga rioya qilish qo'llanmasi e'lon qilgan. Leksologiya torida e'lon qilingan tafsiliy uchurlarga qaraganda, mazkur qo'llanma uchun maxsus tor bekit qurilgan bo'lib, uningda Uyg'ur majburiy emgikiga munosabatli ko'rsatmalar, savol-javoblar, tor muhokama yig'inlari, rasm va Amerika Tamujna va Chegara qo'g'dash idorasi bilan aloqalash uchurlari berilgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Tamujna va Chegara qo'g'dash idorasi Xitoydan mal import qilguvchi shirkatlarga qarorlik turda maktub yo'llab, majburiy emgak mahsulotlari to'g'riliq uchur va ko'rsatma berdi ekan. Agar mal import qilguvchi shirkatlar Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuniga xiloflik qilsa, mollarining tutib qilinganligi, musodir qilinganligi yoki jarimani qo'yilganligi to'g'riliq ogohlantirish berilgan. Amerika Tamujna va Chegara qo'g'dash idorasi bu vaqtda konkret belgilamalarini tuzmagan. Ammo Xitoydan mal import qilguvchi shirkatlarning cho'qim Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuniga amal qilishini, buningga munosabat qoida nizomlarini tuzib chiqib, majburiy emgak mahsulotlariga chetilib qolmaslikka kafolatlik qilishni talab qilgan.
Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuniga rioya qilish qo'llanmasida mol ta'minlovchi shirkatning mol manbasini qarorlik tekshirish. Agar ularning majburiy emgak bilan chetishliq bo'lib qolsa, darhol shirkat almashtirish. Mol sotib olish to'xtamiga majburiy emgak mahsulotlari va Shinjongdan kelgan mahsulotlarni cheklash haqidagi mazmunlarni qo'shish. Majburiy emgak va Shinjongdan mol sotib olish haqida yillik iqtisodiy taftish qilish. Xitoy zavodlaridagi ishchilarning ahvolini egallash qatorliq ko'rsatmalar berilgan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.